demak 4-misolda 3 ta bir xil stulning narxi bitta stol narxining 90% ga teng bo'lsa deyapti. 4 ta xuddi shunday stul narxi bitta stol narxi necha foizini tashkil etadi deyapti. Demak, bizlar mana buni bitta stulning narxini x deymiz. Stol narxini y deymiz. Ana 3 ta bir xil stulning narxi bizda 3 ko'paygan x bo'ladi. Mana shu teng ekan. Bitta stol narxining 90%, ya'ni y ko'paygan 0.9, ya'ni y ning 90% ni topish uchun 0.9 ga ko'paytiramiz. Xo'p, bundan demak x teng bo'ladi bizda 0.3 ko'paygan y. Ya'ni mana buni qisqartirdik. Mana shu tenglik bor hozircha. Ana endi 4 ta stulni narxi demak nima bo'ladi bizda? 4 ko'paygan x bo'ladi. Ya'ni 4 ko'paygan x ning o'rniga mana buni olib borib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 0.3 y barobar 1.2 y ekan. Xo'p, ana endi mana e'tibor beramiz. 4 ta stulning narxi 1.2 y. Ya'ni stol narxini necha foizini tashkil etadi desa, mana y ni 100% deymiz. 1.2 y ni p foiz deymiz. Mana shu foizni topishimiz kerak. P ni topadigan bo'lsak, bu yerda 120% kelib chiqadi.